bu komediya, kim uchun tragediya, hech narsa qilmaydiya, yasha vachacha. Vachacha, 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 vaya vaya vachacha, 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 vaya vaya vachacha. Jasmina xonim, siz meni qo'shig'imni o'g'irladingiz. Men sizlarning qo'shig'inglarni davom ettirib qo'ydim. Bir sog' bo'lasizlar. Hit bo'ladimi yo'qmi? Bilmayman. Lekin menga yoqdi yangi qo'shiq. O'ylanaverma bo'ldi, ko'pam siqilding yomon. Bosh omon bo'lsa bo'ldi, doppi topilga ishon. Bu kunlar o'tib ketar, siqilma bo'ldi yetar. Bir maslahat beraymi? O'ynaymiz, qo'ling ko'tar. Hayot bu komediya, kim uchun tragediya, hech narsa qilmaydiya, yasha vachacha. Vachacha, 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 ye vachacha. Vachacha, vachacha, vaya vaya vachacha. Vachacha, 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 ye vachacha. Vachacha, vachacha, vaya vaya vachacha. Vay vaya vachacha. O'rtoqlar, qo'shiq sizlarga yoqdimi? Kommentariyada fikrlarni yozib qoldiringlar. Keyingi safar qaysi mavzuda qo'shiq bo'lsin, yozinglar.